Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz hamkorlar, qadrli liderlar, xush kelibsizlar. Mana yaqinda 15-noyabrda biz ishlayotgan, biz faoliyat yuritayotgan Tianjin xalqaro konferensiyasi Toshkentda bo'lib o'tdi. O'zimizning komandamizdan ham 200 ga yaqin hamkor bordi, to'g'rimi? Bormaganlarga alam qildi, to'g'rimi? Ajoyib bo'ldi, ajoyib tashkil qilingan. Shu bo'yicha promotion va taqdimotimizni bugun taqdim qilamiz. Biz albatta taqdimotdan boshlaymiz, chunki yangi insonlar bor. Bugun birinchi marta kelganlar bormi? O'rtamizdan turamiz. Ana, ozgina hamkorlarimiz ozgina kelgan bo'lsa, yangilar ko'p kelibdi, to'g'rimi? Har safar taqdimotimizga mana shunday yangilar ko'p kelsa, komandamiz hali 10 minglab bo'lib ketadi. Dunyoda 4 toifa insonlar bor ekanda, 4 toifa insonlar borligini o'zim ham shu imkoniyatda faoliyat yurita boshlagandan keyin bildim. Birinchi toifa insonlar puli yo'q, vaqti yo'q insonlar. Puli yo'q. Men shunday insonlarga bir yaxshilik o'zimdek o'ylayman-da, menga shunday imkoniyatlarni taqdim etish faoliyat boshqalarga ham yoqsa kerak deyman-da. Boshqalar ham ertaga hayot shunday o'zgarib ketsa mendan xursand bo'ladi. Tavsiya qilishni boshlasam, soatiga qaraveradi-da, puli yo'q lekin. Nimaga soatga qarayapsan desam, 2 joyda ishlaydi, 3 joyda ishlaydi, lekin o'sha ishlagani bemalol yashashiga yetmaydi. To'g'rimi? Shoshilyapman-da, men vaqtim yo'q. Men senga deyman, pul topadigan ishga aytyapman, bekorchilikda aytmayapman. O'sha pul topadigan ishni men ham aytyapman deyman-da. Bunday insonlar ikkinchi toifadagi insonlar vaqtga, sog'liqqa va pulga munosabatga qarab. Ikkinchi toifadagi insonlarni vaqti ko'p, lekin sog'lig'i yo'q, puli yo'q. Kimlar kiradi? Nafaqatdagilar, studentlar, ishsizlar, uy bekalari, to'g'rimi? Uchinchi toifa insonlar puli bor, vaqti yo'q insonlar. Puli bor ularni. Qo'lini qayerga uzatsa yetadi. Lekin vaqti yo'q. Chunki agar hozir pul topadigan imkoniyati faqat tepasida turish kerak. O'zi uchun yashashga vaqt yo'q. 60 dan keyin falan joyga boraman. 60 dan keyin o'zim uchun yashayman. 60 ga yetma, 60 ga bormasligingizni bilmaysiz-ku, to'g'rimi? Keyinga qo'yadi. Qarabsizki, hayoti shunday chopa-choplab o'tib ketadi. Puli bo'lsa ham vaqti yo'q. O'zi uchun sarf qilishga. Va 4-toifadagi insonlar vaqti bor, sog'lig'i ham joyida va puli bor. Puli bor insonlar sog'lig'i joyida bo'ladi. Endi umumanda